Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kundalik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyi Amerika prezidenti Donald Trump'ның 14 ve 15 may günləri elib baradigan Xitay ziyaretida Uyghur məcburi əmgiki və Uyghur irqi qırğınçılığı məsələsini aşkar o'ttirib qo'yishqa və Xitayning ig'ir kishilik huquq dəfsənçiliklarining javobgarligini surishti qilishga chaqirib bayonot e'lon qilgan. Donald Trump 14 maydan 15 maygacha Xitoyda davlat ziyoratida bo'lib, Xitoy diktator Xi Jinping bilan ko'rishadigan bo'lib, Trump bu qatimqi ziyoratga o'z bilan birga Amerika korxonchilari, diplomatlari va axborotlarni birga ilib bordiganligi, shundaqla Xitoy bilan har qaysi sohalarda keng ko'lamli hamkorlik o'rnatishning signalini bergan bo'lib, Trump va Amerika yuqori darajalik amaldorlari qilgan so'zlarida tijorat, Tayvan, Iran, sun'iy aql ve kişilik hukuk qatarlıq meselelerinin bu qatimliq Trump işi uçuruşunun gün tertibinden o'rin aldığını bildirgen. Bu münasebet bilen Dünya Uyghur Qurultiyi bayonot e'lon qilib, Donald Trump ve Amerika hükümetini bu ziyaret jarayonida Uyghur irqi qirg'inchiligi meselesini aşkar o'ttirib qo'yishga ve Xitoyning ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklarining javobgarligini surishti qilishga chaqiriq qilgan. Qurultayning bayonotida mundaq deyilgan: 2026 yılı 14 ve 15 may günleri Amerika prezidenti Donald Trump ikkinchi qatimliq vazifa muddatidagi tunji Xitoy ziyoratini elib boradi. Ziyorat harpisida prezident Trump seyrak to'pa, elektronlik avtomobillar va yer shari ta'minlash zanjiriga chetishliq har qaysi sohalarda Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni taxim cho'nqurlashtirishni e'tiborliqning signallarini berdi. Mazkur sohalar keng ko'lamda Uyg'ur majburiy amgikiga chetishliq sohalar deb qaralayotganligi uchun Dünya Uyghur Qurultiyi prezident Donald Trump ve Amerika hükümetini bu ziyaret jarayonida Uyg'ur irqi qirg'inchiligi meselesini aşkar holda o'ttirib qo'yishga ve Xitoyning ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklarining javobgarligini surishti qilishga chaqirdi. Amerika Uyg'ur davosini qo'llash va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarta yo'l qo'yayotgan bostirish siyosatiga xalqaroning diqqatini jalb qilish jihatda uzun yillardan buyon muhim rol o'ynab keldi. 2021 yılı yanvarda Amerika Davlat İşleri Ministri Xitoyning Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy bekitgan edi. 2025 yılı Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Christopher Simes Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi javobgarligi va jazo qonunini o'tirib qo'ydi. Bu qonun 2020 yildagi Uyghur kishilik huquq siyosati qonunining davomi bo'lib, xalqaro Magnitskiy qonuni asosida Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq dafsanchiliklar uchun taxmi keng doiralik jazolarni yo'l qo'yishni maqsad qiladi. Uningdan boshqa Amerika 2021 yili Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonunini yo'l qo'yib, Sharq Turkiston bilan bog'langan ta'minlash zanjiridagi majburiy amgakka chetishlik mahsulotlarning import qilinishiga cheklama qo'ydi. Bu qonun majburiy amgakka qarshi xalqarodagi eng kuchlik ve en etraflı tedbirlerinin biri deb qaralmoqda. Dünya Uyghur Qurultiyi Amerikaning Uyghur irqi qirg'inchiligini davlat va xalqaro saviyada oshkor o'ttirib qo'yishdagi tirishchanligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo bu qirg'inchilik faqat e'tirof qilish bilan cheklanib qolmasligi kerak deb qaraydi. Chunki millionlagan Uyg'urlar hozirma lager va turmalarda tutib turilmoqda. Uyg'ur ayollari Uyg'ur nüfusini azaytish maqsadida majburiy tug'mas qilinmoqda. Xitoy eshinchi emgak kuchi yetkash programmalarini taxmi kengaytib, Uyg'urlar majburiy holda yurtlaridan ayrilib, majburiy ishga selinmoqda. Uyg'ur tili, maktab va hatto ommaviy turmushdan cheklanmoqda. Diniy e'tiqodning eng oddiy ifodalarimi jinoyat deb qaralib, Uyg'ur masjidlari, mozorlari, qabristonliklari va tarixiy meroslari keng ko'lamda vayron qilinmoqda. Balalar oilalaridan majburiy ayirib etilib, Xitoy hukumati Uyg'ur kimligini yo'qotish va Uyg'urlarni majburiy assimilyatsiya qilish siyosatini sistemli holda yo'l qo'ymoqda. Xitoy hukumati yana kishilik huquq faoliyatchilarini nishon qilgan holda chet ellardagi Uyg'ur muhojiratiga qarta besim, qo'rqitish va tahdid siyosatini davomlashtirmoqda. Bundaq dehshatli jinoyatlar va bostirish siyosati boshlanganligining 10-yiliga qadam qo'ygan bugungi kunda Dünya Uyghur Qurultiyi va Uyg'ur xalqi Amerika va xalqaro jamiyatning kuchlik, birdek va moslashgan inkosini talab qilish bilan birga Amerikaning prinsipal maydonini namoyon qilib, haqiqiy o'zgarish xarakterlik amaliy harakatlarni qo'llanishga, shundaqla prezident Trumpni Xitoydagi ziyorati jarayonida Xi Jinping va boshqa Xitoy amaldorlari bilan bo'ladigan suhbatlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini amaliy va
mazmunli shaklda o'tirib qo'yishga chaqirdi. Bo'libmi Amerika bu masalada Xitoyga besim ishlatishga alohida ustunlik ega. Chunki bu masala Amerika siyosiy sohasida va ommasi orasida va partiyalar aro qo'llashga erishgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi Amerika prezidenti Trumpdan tovanki masalalarga diqqat tortishni talab qiladi va chaqiriq qiladi. Xitoydagi rasmiy suhbatlar va kelajakdagi barliq ikki taraflik uchrashishlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va boshqa og'ir kishilik huquq dafsanchiliklarini amaliy va mazmunli shaklda o'tirib qo'yish. Xitoy hukumatidan Sharq Turkistondagi bostirish va sistemalik kishilik huquq dafsanchilik siyosatlarini darhol to'xtatishni, shundaqla Xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgak to'g'risidagi 29-nomerliq va majburiy emgakni bekor qilish to'g'risidagi 105-nomerliq ahdnomalarini to'liq ijro qilishni talab qilish. Bo'libmi Amerika zaminidagi Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliq va Xitoy demokratlarini qo'g'dash uchun Xitoy davlatining chegara halqagan bostirish siyosatiga xotim berish uchun besim ishiltish. Amerikadagi Uyg'ur oilalarining yo'qolib ketgan yoki izderki bo'lmagan urug' tuqqanlari bilan qayta jam bo'lishni talab qilish. Jumladan Ilhom To'xti, Raila Davud, Gulshan Abbas va Yolqin Ro'zning Amerikada yashayotgan oila a'zolari bilan jam bo'lishga yo'l ochish. Qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin bu vaqtda to'xtalib, agar amaliy harakat bo'lmasa, ayiblash bayonotlarining hech qanday ma'nosi bo'lmaydi deganini ta'kidlab, Amerika uzun yillardan buyon Uyg'ur xalqining kuchlik va dodil qo'llag'uvchisi bo'lib keldi. Biz prezident Donald Trumpni bu an'anani davomlashtirib, Uyg'urlarning huquqiy va izzat hurmatini qo'g'dash yo'lidagi tirishchiliklarni taxim ilgari surishga chaqiramiz degan. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Mike Johnson o'zining X hisobida maxsus tabriknoma yo'llab, turmadagi doktor Gulshan Abbasning onalar bayramini tabriklagan. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Mike Johnson 8-mart kuni o'zining X hisobida maxsus tabriknoma yo'llab, turmadagi doktor Gulshan Abbasning onalar bayramini tabriklagan. U tabriknomasida mundaq deb yozgan: "Bu yilning boshlarida men Ziba Murod bilan ko'rishish sharafiga noil bo'ldim. Uning onasi doktor Gulshan Abbas Xitoy hukumati tarafidan 8 yilga yaqin vaqtdan buyon nohaq qamoqda tutib turilmoqda. Onalar bayrami yaqinlashganda biz Ziba va boshqa onalar bilan birga bu bayramni tabriklay olmaydiganlarni o'ylaymiz. Shundaqla biz uning bilan birlikda. Biz Xitoy Kommunistik partiyasidan doktor Gulshan Abbasni darhol qo'yib berishni talab qilamiz. Amerika hamisha kishilik huquq va erkinlikni qo'g'daydi." Mike Johnsonning X hisobidagi bu tabriknomasi asosli Amerika siyosatchilari, parlament a'zolari va har qaysi davlatlarning diplomatlari axborotlar tarafidan 60 ming qatimdan ortiq ko'rilgan bo'lib, doktor Gulshan Abbasning aksi, Dünya Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi, Uyg'ur akademiyasining raisi, tibbiy dori tadqiqot olimi doktor Rishad Abbas bu haqda navbatda prezident Trump Xitoyga safar qiladi va Avam palatasining boshlig'i Amerikadagi 3-nomerlik kishining tarqatgan bu uchurini yuqori qatlamdagi siyosatchilar cho'qim ko'rdi. Prezident Trumpning Xitoy safaridan burun Mike Johnsonning bu tabriknomani yo'llab, siyosatchilar va axborotlarning diqqatini singlim Gulshan Abbas va barliq Uyg'ur onalarga tortishi to'liq muhim. Shundaqla bir eslatma. Biz singlim Gulshan Abbasning darhol qo'yib berilishini va Amerikaga qaytishini umid qilamiz deydi. Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Mike Pompeo 11-may Kanadaning Ottavada qilgan so'zida hukumatlar o'zgaradi, ittifoq o'zgarmaydi. Dushman allaqachon darvozaning ichida edi. Mark Carney ularga darvozani taxmi keng doirada ochdi deganini ta'kidlab, Kanadani Xitoyning ta'siridan ogohlantirgan. Mush ayning 11-kuni Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Kanadaning Ottavada o'tkazilgan Kanada kuchlik va erkin tori munbarida qilgan so'zida hukumatlar o'zgaradi, ittifoq o'zgarmaydi. Dushman allaqachon darvozaning ichida edi. Mark Carney ularga darvozani taxmi keng doirada ochdi deganini ta'kidlab, Kanadani Xitoyning chegara halqagan bostirishi va Kanadadagi josuslik faoliyatlari, Kanada universitetlari va Kanada jamiyatiga singib kirishidan ogohlantirgan. Mike Pompeo munbarda qilgan so'zida Xitoyning Houston konsulxonasi voqeasini eslab o'tib, ayni vaqtda Xitoyning Houstondagi konsulxonasining josuslik faoliyatiga chetlab qilishi va 2020-yili 7-oyda Houstondagi Xitoy konsulxonasini taqash buyruq tushirilib, ularga binoni bekorlash uchun 72 soat vaqt berilgandan keyin 1 soat ichida binoni ko'ydirib etdi. 2 kun ichida biz Amerikada faoliyat qilayotgan yuzlagan Xitoy josuslarini bayqadik. Ularning ko'pinchisidan biz xabarsiz edik. Ular Amerikadan uchib ketish uchun bilet ilishga boshladi. Houston konsulxonasi
Amerika ichida ilib berilgan eng cho'ng josuslik harakatini ilib berayotgan bo'lib, ayni vaqtda Washington vaziyatning jiddiylashib ketishidan ansirab, necha yilgacha bu harakatning davomlashishiga yo'l qo'ygan. Houston konsulxonasi vaqasi Xitoyning keng ko'lamli chet elga oralashishini ko'rsatib berdi. Shundaqla texnik ko'p narsaning pash bo'lmaganligini oshkorladi. Kanada uchun Torontodan Vancouver va Montrealgacha bo'lgan shaharlarda ehtimol texmi cho'ng va texmi andishilik. Chunki Mark Carney hukumatida darvozalar keng ochib etildi degan. Mike Pompeo buyruq gazetining Tayvan haqidagi savoliga yana "Men Tayvandanmi bekerak Denver, Los Angeles, Phoenix, Ottawa, Toronto yoki Montrealdan ansirayman. Chunki Xitoy darvozaning ichida, G'arb universitetlarida, shirkatlarning ta'minlash zanjirida, har bir kanadalikning telefonlarida, ular darvozalarning ichida. Mencha biz bu xatarga intayin sodda muomala qildik deganini ta'kidlab, Xitoyning 2019-yili Beijingning Kanada Federatsiya saylamiga aralashishi, Xitoy o'quvchilarining Amerika, Kanada universitetlariga Xitoy hukumatining yordam bilan to'liq o'qish haqqi to'lab turib kirishi va tadqiqot tajribaxonalariga mablag' solib, aqliy milk huquqini o'g'irlashi, Amerika maktablarida, bo'libmi Michigan universitetida Xitoy axborot organlarining tajribaxonalariga singib kirishi, Xitoyning Kanadaning Winnipegdagi 4-darajalik tajribaxonasiga singib kirishi va bu tajribaxonada Xitoy armiyasi bilan munosabatli deb qaraladigan xatarlik tadqiqot elib berilganligi, ammo Xitoy chet ellik o'quvchilarning Xitoy universitetlarida ilg'or fizik programmalarga qatnashishini to'siydiganligi, harbiy aslahalar yenidan chet elliklarning yer setib olishini cheklaydiganligini ta'kidlab, Xitoy amaldorlarining Kanadaga ruxsatsiz sayohat qilganligi, ishlarni tepish va iz qo'g'lash uchun Xitoy tilidagi jurnalistlarga pul berganligi yoki ularning Xitoydagi tuqqanlarini qo'lga olganligi va ularning Kanada soqchilariga maxfiy faoliyatlarini doklad qilishning oldini olish uchun tahdid qilganligi, fentanil va pul yuvish torlarining Xitoy orqali boshqarilganligi, Kanadaning Xitoyning qo'mondonlik tuguni ekanligi tafsili xotirlanganligini o'ttirib qo'yib, Kanadani Xitoyning josuslik va singib kirishidan ogohlantirgan. Hürmetli ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.